Speaking uchun tayyor javoblayolmayman, lekin gapira olmayman. G'oya kelmayapti-yu, qancha o'qisam ham natijam 6 dan oshmayapti. Haqiqatda ish vaqti keldi. Muammo ingliz tilingiz yomonligida emas, balki speakingni noto'g'ri mashq qilayotganingizda. Ko'pchilik speakingni qanday mashq qiladi? Birinchi tayyor javob yodlaydi, bir marotaba savolga javob beradi va darhol keyingi savolga o'tib ketishadi. Bugundan bu uslubni aqlatga tashlang. Bugun sizlarga qanday qilib faqat ChatGPT yordamida shaxsiy speaking natijamni 7 dan 9 ga ko'targanimni to'liq tushuntirib beraman. Oddiy 3 qadamni bajarsangiz, siz ham natijamni qaytara olasiz. Diqqat, hali ChatGPT dan bunday foydalanmagansiz. Do'stlar, men uchun eng katta motivatsiya sizni layklaringiz, izohlaringiz, sahifamga obuna bo'lishingiz. Shuning uchun hoziroq sahifamga obuna bo'ling, izoh qoldiring va like bosib keting. Shunda yana ham ko'proq darslarni sizlar uchun tayyorlayman. Eng muhimi 3-qadam. Usiz hech qanday o'sish bo'lmaydi. Xo'sh, step 1, natural version. Demak, bu 3 qadamli texnikamizning eng birinchi qadami bu speaking savollaridan birini tanlab, tabiiy o'zimiz hech qanday tayyorgarliksiz beradigan javobimizni tayyorlab yozib olish. Misol uchun, bir misolni olamiz. Do you enjoy reading? Sizga kitob o'qish yoqadimi? Va odatda 6 darajasiga o'quvchi bunday javob bergan bo'lardi. Yes, I like reading because it helps me relax. I usually read books in the evening. I think reading is good for knowledge and it improves vocabulary. Xo'sh, nimasi yomon? Tabiiy javob-ku deyishingiz mumkin. Lekin bu yerda 3 ta muammo bor. Birinchidan, juda oddiy struktura, so'zlar qaytarilgan va hech qanday range, ya'ni xilma-xillik yo'q. Mana shu qismdan boshlab endi upgrade natijamizni yaxshilash mashg'uloti boshlanadi. Step 2, upgrade strategically. Aynan shu qadamdan boshlab sizlar bilan javobimizni yangi bosqichga olib chiqishni boshlaymiz. Buning uchun oldinroq o'zimizni so'zlarimiz bilan, o'zimizni g'oyamiz bilan tayyorlab olgan gapni olamiz, ChatGPT ga kiritamiz va aniq vazifa beramiz. Hozir sizlarga o'sha uzun promptni o'qib beraman. Uni Lingua Barno Telegram kanalimdan shunchaki copy paste qilib olsangiz bo'ladi. Improve my IELTS speaking answer to band 9 level. Keep my original ideas and do not change the meaning. Enrich it with natural collocations, topic-related vocabulary, useful advanced chunks, increase grammatical range. Make it sound natural, not memorized. Aynan shu prompt ChatGPT ga eng muhim vazifani beradi. Birinchidan, javobimni 9 lik darajaga olib chiq degan vazifani berdingiz. Ikkinchidan, mana shu javobimga natural collocations, juda ham tabiiy bo'lgan, til egalari ishlatadigan, yaxshi chiqishadigan so'zlarni qo'shib ber. Topic related vocabulary degani o'sha mavzuga xos so'zlar bilan to'ldir va eng muhimi, grammatik xilma-xillikni qo'sh. So'nggi qadamda esa biz unga javobimni yodlangan emas, balki tabiiy qilib ber deb yozdik. Eng muhimi, bunday prompt kirgizganingizda ChatGPT g'oyalaringizni o'zgartirmaydi va siz aynan o'zingizni g'oyangiz, hayotingiz haqida aytgan oddiy gapingiz endi 9 darajasida qanday eshitilishini o'rganasiz. Va shu yerda sehr sodir bo'ladi. Endi ChatGPT olib sizni javobingizni 9 lik tabiiy aytilgan, tabiiy iboralarga boy bo'lgan mukammal javob tariqasiga keltiradi. Misol uchun, yes, I genuinely enjoy reading, especially in the evenings when I need to unwind after a demanding day. It not only broadens my horizons, but also sharpens my critical thinking skills. I find it both mentally stimulating and deeply relaxing. Voila! Javobda siz ko'rgan a demanding day, talabchan kun, not only broadens my horizons, dunyoqarashimni kengaytirgandan tashqari degan ham foydali iboralar, ham grammatik murakkabroq strukturalar, bular juda ham qiyin bo'lgan mavzular emas. Aynan shunday tabiiy ingliz tilidagi chunks, ya'ni til bo'laklari sizni shunchaki til o'rganib yurgan o'quvchidan haqiqiy tilni mukammal darajada biladigan til egasiga aylantiradi. Lekin bu hammasi emas. Eng muhimi bu 3-qadam. Birinchi R, recognize, aniqlash degani. ChatGPT sizga yaxshilab bergan javobini olasiz va ichida o'zingizga yoqqan va ishlatishingiz mumkin bo'lgan collocations, chunksni belgilab olasiz. Misol uchun, broaden my horizons, sharpen my critical thinking skills yoki deeply relaxing, mentally stimulating. Bizga 3 tadan 5 tagacha tanlab olgan so'zlarimiz yetarli. Birdaniga 15 ta so'zni yodlashga tushmang, chunki maqsadimiz so'z boyligimizni keng qilish emas, balki o'sha yodlayotgan bir ikkita so'zimizni o'zimizniki qilib olib, speakingda qo'llashni boshlash.
Ikkinchi R rebuild, ya'ni change the structure. Endi bizga berilgan boshidagi javobni har xil strukturalarga qo'yib, o'zimiz shaxsan gap tuzib ko'ramiz. Aynan shu qismda moslashuvchanlik paydo bo'ladi va siz faqat yodlangan javobda emas, har qanday berilgan spontaneous, joyida kelib chiqqan savolga ham shu so'zlarni ishlatib gapira oladigan bo'lasiz. Misol uchun, bizga ChatGPT javobda bunday deganda: I find it mentally stimulating and deeply relaxing. Mana endi ikki xil variantda boshqacharoq gaplarni tuzib ko'ramiz. Misol uchun, for me, reading is both mentally stimulating and deeply relaxing at the same time. Yoki, what makes reading so appealing is that it's mentally stimulating while still being deeply relaxing. Mana endi ko'rishingiz mumkin, boshqacha formatda, boshqacha holatda xuddi shu so'zlarni ikki xil variantda mustaqil ishlatib ko'rdik. Agar siz bitta gapni ikki xil, uch xil holatda ishlata olsangiz, endi bu yangi so'z emas, balki sizni shaxsiy active vocabulary, ya'ni doimiy ishlatadigan so'z boyligingizni bir qismiga aylanadi. Va uchinchi R reuse degani. Endi haqiqiy test vaqti keladi. Siz IELTS Speaking Assistant appni ochasiz va Part 1dagi ko'p savollarni ro'yxatdan har qanaqasini tanlab, o'sha yodlagan so'zingizni ishlatib ko'rishga harakat qilasiz. Misol uchun, Do you enjoy traveling? well, traveling really broadens my horizons because it exposes me to different cultures and perspectives. At the same time, it can be mentally stimulating, especially when I learn about new traditions and lifestyles. Do you prefer studying alone or in a group? Well, studying in a group can sharpen my critical thinking skills since we constantly exchange ideas. Xuddi o'sha iboralar, sal boshqacha struktura, boshqacharoq g'oyalar va mana endi biz bitta tayyor javobni yodlab memorize qilmayapmiz, balki automation processni yo'lga qo'ydik. Ya'ni ko'p qo'llaganimiz uchun o'zimizni shaxsiy so'z boyligimizga aylantirib oldik. Mana endi mashq, ekranda ko'rinib turgan so'zlarning birini tanlab, o'z javobingizni ishlatishga harakat qiling. Savol: What do you usually do to relax? Dam olish uchun odatda nima qilasiz? Javoblaringizni kommentariyada yozib keting. Kafolat beraman, 7 kun davomida har kuni shu uslubdan foydalanib, javoblaringizni yaxshilab boradigan bo'lsangiz, 7 kun ichida 70 kundan buyon ko'rmayotgan o'zgarishlarni ko'rasiz. Gaplarim quruq gap emas, balki haqiqatan o'zgarish nuqtasi bo'lishi uchun sizlarga 7 kunlik challenge e'lon qilaman. Telegram kanalimda barcha qo'llanmalarni faqat dars qilishingiz uchun tayyor qilib yuklab qo'yganman. Lingua Barno Telegram kanaliga o'tib, mana shu qo'llanmadan foydalanib 7 kun biz bilan challenge-da qatnashing. Agar speaking qobiliyatingizni uy sharoitida mustaqil yaxshilamoqchi bo'lsangiz, uyda speakingni yaxshilash bo'yicha 7 ta uslubni o'rgatgan alohida videoim bor. Mana shu havola orqali o'tib videoni ko'ring. Bye bye.